Bu video Xudoni izlash ibodatidir. Din emas, odat emas, balki uning huzuriga chanqoq qalbning samimiy faryodidir. Shovqin, bosim va chalkashliklarga to'la dunyo, biz to'xtab eng muhim savolni beramiz. Xudo, siz qayerdasiz va men sizning oldingizda qayerdaman? Bu ibodat bo'sh so'zlardan charchaganlar uchun, qulaylikdan ko'ra haqiqatni ko'proq izlayotganlar uchun va Xudoni g'oya sifatida emas, balki tirik haqiqat sifatida uchrashga tayyor bo'lganlar uchundir. Agar yuragingiz izlayotgan bo'lsa, agar siz chuqurroq yurishga chaqiriqni his qilsangiz, biz bilan birga ibodat qiling va Xudo sizga o'zini ochishiga ruxsat bering. Meni butun qalbingiz bilan izlanglar, topasizlar. Ha, meni topasizlar deb aytmoqda egamiz. Yeremiya 29:13. Xudoyim, sen o'z so'zingda Xudo odamlarni uni izlashi uchun yaratdi. His qilmasmikinlar, topmasmikinlar, u har birimizdan yiroq bo'lmasa ham degansan. Men seni izlayapman. O'zingni menga och, irodangni menga och, irodangni bajarib yashashga yordam ber. Muqaddas ruhingni qo'y, Iso Masih nomi bilan amin. 1 daqiqa ibodat qiling, 5 daqiqa Xudoga haqiqat o'ylang, uni kuting. U o'zini ochganida izohlarda yozing. Obuna bo'ling, layk bosing va ulashing.